Assalomu alaykum Toshkent ustalar kanali obunachilari. Xudo xolisi bugungi xizmatimizda Katta Hasanboyda bugun 4-kun 20 kunga srok olganmiz. Iloji boricha undan avvalroq tugatib berishga harakat qilamiz. Sizlarga ajoyib yengillik tayyorlab qo'yamiz. O'shani hozir birin-ketin sizlarga aytib o'tamiz. Qani ketdi. Bu yengcha stildagi marmarino bo'ladi. To'liqroq Sanjaraga. Bu travertin emas, bu marmarino. Uncha usta qolmaydi bu narsani. Ko'rganlar travertinni o'ylayapti bu narsani. Eng qisqada travertin emas, marmarino bu. Bu travertin emas bu. Bu marmarino. Kelinglar shuni qanday qilinishini ketma-ketligini bitta ko'rsatib o'tamiz. Ketdi. Birinchi bosqichi bu hech qanaqa emulsiya emas, bu gruntovka. Sababi nimagaki, orqadagi qorilib ko'rim qolmasligi uchun atilabdan marmarino orqasidan berilgan. Bu ikkinchi bosqichi bu. Gruntovkadan keyin valikka surilib chiqib, marmarino gulni chiqarish uchun majburlab turib chaqchib berib olish kerak. Bu hamma. Eng asosiy qismga yetib keldik. Gulli fakturani chiqarayotgan mana shunaqa tempda berish kerak o'rtoqlar, bilmaganlar uchun. Sanjarganimiz o'zlari qo'lida topdilar. Bu eng asosiy qism hisoblanadi. Hozir biz klientlarga yengillik bo'lsin deb yengil narsalar o'ylab chiqamiz-da. Hozir biz oldin gips qo'y, uni kutib o'tir, yopishtir, treshina degan narsalar bo'ladi. Hozir biz mana bunaqa penoplastni topib chiqqanmiz. Ustunovka qilib tayyor qilamiz. Mana bunaqa treshinalar ham bo'lmaydi sanada. Bunga Xudo javob beramiz. Bu marmarinimizda 4-bosqich bo'ladi. Bu polirovka holati. Polirovkada bu topib tektirgan varianti bo'ladi bu narsa. Bu yarimchala marmarino tizgan bo'ladi o'rtoqlar. Buni ustiga lak sepish holati xolos oxirgi bosqichi bo'ladi. Hozir travertingdan ko'ra shu usulni hozircha tavsiya beramiz xudo xolisi o'rtoqlar. Biz bilan bog'lanishda ushbu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Narxlarni kelishamiz. Toshkent ustalar sizlarni ishonch bilan oqlashga doim etadi. Hayotda og'irlik ham yengillik ham ko'rganman.